Bojxona qo'mitasining Toshkent viloyati bojxona boshqarmasi kontrabandaga qarshi kurashish bo'limi tomonidan Davlat xavfsizlik xizmatining Toshkent viloyati bo'yicha boshqarmasi bilan hamkorlikda sintetik giyohvandlik vositalari tayyorlab kelingan yirik narkolaboratoriya faoliyati fosh qilindi. O'tkazilgan keng qamrovli tezkor qidiruv tadbirlari davomida dastlab Toshkent viloyatining Zangiota tumanida oldindan kuzatuvga olingan shaxs to'xtatilib tekshirilganda uning yonida 2000 so'mlik kupyuraga o'ralgan holatda 0,13 gram og'irlikdagi gashish giyohvandlik vositasi borligi aniqlandi. Aslida tezkor tadbirni shu bilan yakuniga yetkazish mumkin edi, ammo qonunbuzarlik jarayonlarini iltiziga yetib borish va to'liq bartaraf etish maqsadida tezkor tadbir davom ettirilib, ushbu shaxsning ko'rsatmasiga asosan Toshkent katta halqa yo'lining Zangiota tumanidan o'tuvchi qismidagi yo'l chetida joylashgan ombor ko'zdan kechirildi. Natijada bu yerda 5 dona metall va yelim idishlarda muqaddam xorijiy davlatlardan olib kelingan va sintetik giyohvandlik vositalarini tayyorlashda qo'llaniladigan 900 litr prekursor saqlanayotganligi aniqlandi. Kalavaning uchi tezkor xodimlarni Andijon viloyati sari yetakladi. Tezkor tadbirda yana 2 nafar shaxs shubha ostiga olinib, yashirin kuzatilganida ular turli manzil havolalar bo'yicha ilgari ko'mib qo'yilgan 100 litr suyuq va 25 kilogramm kukun ko'rinishdagi prekursorlarni yashirilgan joyidan kavlab olib, Andijon shahrining Bog'ishamol mahallasidagi dala hovliga olib borishadi. Tezkor tadbir davomida ushbu dala hovli ham xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganda, bu yerda yashirin narkolaboratoriya tashkil qilingani fosh bo'ldi. Dala hovlida muqaddam turli yo'llar bilan olib kelingan taxminan 26 kilogramm og'irlikdagi mefedron sintetik giyohvandlik vositasi, noma'lum kimyoviy suyuqliklar shaklidagi 5 turdagi 590 litr prekursorlar saqlanayotganligi aniqlandi. Dastlabki tekshiruvlar davomida ma'lum bo'lishicha, ushbu 2 nafar shaxs ijtimoiy tarmoqlardagi Simon laqabli moliyaviy rahnamosi ko'magida 15.800 AQSh dollari evaziga ushbu dala hovlini sotib olishgan va so'ngra narkolaboratoriya tashkil qilishgan. Shunday qilib o'tkazilgan keng qamrovli va ko'p bosqichli tezkor tadbirlar yakunida 26 kilogramm og'irlikdagi mefedron hamda sintetik giyohvandlik vositalarini tayyorlashda qo'llaniladigan salkam 1,5 tonna prekursorlar va kimyoviy suyuqliklar, turli maxsus anjomlar ashyoviy dalil sifatida olib qo'yildi. Holat yuzasidan bojxona organlari tomonidan tezkor qidiruv harakatlari davom ettirilmoqda. Eslatib o'tamiz, yil boshidan buyon respublikamiz bo'ylab bojxona organlari tomonidan 200 kilogrammdan ziyod an'anaviy va sintetik giyohvandlik vositalari, 27 kilogramm psixotrop va kuchli ta'sir qiluvchi moddalarning noqonuniy aylanmasiga chek qo'yilgan.